60 yoshda yana dunyoparastlikka berilsa, yaratgan nazarini olarkan u bandadan. 60 yosh ulug' yosh hisoblanadi. 62 yil yashaganlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam 1 yil qo'shilib 63 yosh deyiladi. Bir nimami endi o'sha paytda bor taom sotish bor ekan. Faqat hassanahu sohibuhu. Xo'p. Marra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi ta'amin wa qad hassanahu sohibuhu. Fa adkhala yadahu fihi fa iza ta'amun radiun. Faqala bi' haza ala hidatin wa haza ala hidatin. Faman ghashshana falaysa minna. Bir taom furushi oldidan o'tib ketayotganda kavob do'yli kavobini maqtab qoldi. Oy zo'r kavob, qo'chqor go'shtida deb maqtab qoldi-da. Payg'ambarimiz bunda haligini ushuvdiki, yaqib borib hidlanib yomon bo'lib qolganlari ham bor, tozasi ham turibdi. Orada kechagisimi, o'tgan kunisigisi ham bor. Shunda Sarvari olam aytdi: "Buni eski sasigan deb sot. Yangisini bu yoqqa qo'yib sot. Aldab sotish, aybini bekitib sotish musulmon emas" dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ana bunday qilib tushuntirish kerak. O'shanda keyin tushunadi o'zini kim ekanligini. Bu yerda o'tirganlarning 10%igina musulmon desa, unda hammaga tegadi. Mana shunday qilib aytsa, gap egasini o'zi topib olaveradi. O'zini musulmonmi, musulmon emasmi bilib olaveradi, to'g'rilashga o'tadi. Hech kim bilmay qoladi. Ishim bo'lmas ekan-ku, chatoq qilibman u. 5-6 ta chatoqlarni qo'shib sotib yoruvdim u. Unga Qur'on ham sotib o'qibman. Unga Xudoyi ham qilib yoribman yig'ib. Bu yog'i bo'lmas ekan deb yo'lini to'g'rilab olsin. Ayniqsa hozirgi kundagi dolzarb paytdagi masala shu, birodarlar. Yetkazinglar. Ayron sotadimi? Suvni ko'p qo'shib yormasin. Boshqa qiladimi? Baribir suvniki suvga, qatuvniki qatuv qolaveradi.